Siz oxirgi marta o'zingiz bilan qachon chin dildan gaplashgansiz? Yoki siz o'zingizga javob berishga urinib, lekin to'xtab qolganmisiz? Chunki ba'zan biz o'zimizni his qilamiz, lekin uni tushuntira olmaymiz. Ichingizda har kuni gapirayotgan ovoz bor, lekin siz uni eshitmay qolasiz. O'sha ovoz sizdan faqat bitta narsani so'raydi. Men yaxshimanmi? Lekin biz ko'pincha o'zimizdan qoniqmaymiz va shu savolni ortga suramiz. Aslida esa o'zingizni tushunish hech qachon kech emas, faqat to'xtab eshitish kerak. Endi o'zingizga qarang va bir savol bering. Men hozir kimman? Javob topishga shoshilmang. Chunki haqiqat so'zlarda emas, sukunatda yashirinadi. Bilasizmi? Sizga hech kim baho bera olmaydi. Chunki siz shunchaki boringizcha yetarlisiz. Shunchaki nafas oling va o'zingizni borligingiz uchun rahmat ayting.